turmidi har yurtdikilar, chunki ularning urug' avlodi g'uljuning tuproqiga ko'milibdiki. Yaxshilik qilsa yaxshilar, minnat qildi boshqalar, yaxshilikni minnat qilganlar bu dunyoda nomard otilar. Yaxshilar yaxshiligi bilan javob qaytardi, nacharlar tuxumdan tuk undirdi. Chiqib qolsa bir yurtdan biror nomard shuni bahona qilib yurtlarga haqorat qildi. Bir odam bir yurtga vakil bo'la olmas. Odamdek odamlar yurtvozlik qilmas. Tug'ilgan yurtiga haqorat qilsa, hech qanday bir inson chidab tura olmas. Chiqib qolar ekan bir yurtdan ana shundaq nomardlar. Kirishvilib uningga har xil gapni atmayli. Suxanchilik qilib biz kichik ishni yo'g'otib, bir-birimizga taniqib zahrimizni chashmayli. Qitg'urlar ko'p ekan, qarab baqsam do'yinda. Bir odamning so'ziga koyib ketdinglar to'xtamay, kechirishni bilinglar, ekranga chiqib so'qishmay. Endi bo'ldi qilinglar, yaxshi o'tayli.